Misol, xotin qizlari 8 mart bayramini tabriklayman. O'zim yashab tumanni obodonlashtirish ishlayman. Bugun bizni bayram tadbiriga chaqirganida Koreya ishxonasi ichiga lekin bergan pодаркasini nega o'g'irlab ketib qo'li bilan tekshirib olib qo'ydi. Lekin men o'g'irlaganim yo'q, o'sha pодаркani kerak emasdi. Qaytib boshqa umma chaqirmasa iltimos. Bu emas, 2 yildan beri mana shunaqa ahvolga tushib qolaman. Menga biror sadaqa sen kerak emas, iltimos. Butun O'zbekiston xalqi so'rsin, iltimos. Men o'z o'rganligim azragan pul, lekin menga o'sha narsa kerak emas. Chaqirgandan keyin odam sharmanda qilmasin. Men o'g'irlikni bolalarimni boqmaganman. Iltimos, shunga chora ko'rishinglarni so'rayman. Bu qanday bayram? Hurmat o'rniga haqoratmi?